milyon so'm ha. 3 milyon so'm. Yüzüm xira. Mana bu joylarda dog'lar ham bor. Hamma osilyotibdi. Oynaga qaragim kelmayapti. Shuning uchun hozir Shahnoza klinikasidan chistka muolajalarini olaman. Xullas kalom, hozir ko'ramiz. Shu ahvoldan keyin nima bo'ladi ekan? Xosiyat Husanova mana 57 yoshdalar. Bugun yuzlariga chistka muolajasidan boshlaymiz. Yuzlarida teri xiraligi, ajinlarning avj olishi, chuqur ajinlarning ko'payishi, yangi ajinlarning boshlanishi kuzatilyapti. Hazırlashyapsizmi? Shu muammolarga yechim beradigan birinchi chistka muolajasidan boshlaymiz. Bu muolajadan keyin yuzlarim taranglashdi, oqardi, yaltillayapti. Terilarim shunaqangi chaqaloqni terisiga o'xshab qoldi, mayingina. Voy qanday yaxshi. Voy peshonalarim sip-silliq. Siz ham yuzingizga muolaja olmoqchi bo'lsangiz, tozalatmoqchi bo'lsangiz, xullas kalom, yuzlaringiz mayin va chiroyli, tekis yaltirashini xohlasangiz pastdagi podrobniy tugmasini bosing.